Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Do'stimni ko'rgan kelim Amirxonni. Nastroy borki, вообще bomba. Bu nastroyni ko'rib, yana ham sportga qaytish borki, menga 2 barobar ko'payib ketdi borki, alhamdulillah gap yo'q endi borki. Ana bu kimdirlar boyit sotilgan, u deyaptiki, hech qachon borki, $1 million beramiz, $5 million beramiz, O'zbekistonning bayrog'ini o'zimiz yurtimizga bo'ladimi, boshqa yurtga bo'ladimi, hech qachon biz sotmaymiz inshaalloh. Bizga bu kishi videoda taxlab sotilgan deyaptiki, ya inshaalloh qaytish yo'q. Amirxon shunaqa bo'larganda, muxlis bo'larkan, bitta muxlis milliondan o'rnini bosayotgan muxlis bo'larganda, shunaqa umrlar uzoq bo'lsin inshaalloh. Keyin Rahmon aka liderda ham video qilib chiqibsizlar. U odam bir yaxshilik degan bo'lsa, yaxshilik degan, ko'p sportsmenlar yomonlik tegmagan, to'g'ri o'rta. Shuning uchun unaqa video qilmaylik inshaalloh. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana bu qo'shiq lekin bizga mos bo'lib qiling, gap yo'q. Har boshda sinish bor, har jonda qulash. Qadaqlardan maqsad maqtash, ulug'lash. Niyati aslida g'ururin pullash. Asli ahvolimni hech kim o'ylamas. Ularga tulporim chopib tursa bas.